Yangi yil munosabati bilan o'zbekistonliklar ketma-ket 5 kun dam olishadi. Bu haqda prezident farmoni imzolandi va hozirgina e'lon qilindi. Davlat rahbari tomonidan imzolangan hujjatga ko'ra qo'shimcha dam olish kunlari belgilandi. Demak, bular 2025-yilning 31-dekabri. Bu aslida ish kuni edi, prezident tomonidan qo'shimcha dam olish kuni deb belgilandi. 1-yanvar esa avvaldan belgilangan dam olish kuni edi. 2-yanvar ish kuni edi, ammo prezident tomonidan qo'shimcha dam olish kuni etib belgilandi. 3-yanvar haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun ish kuni edi, ammo bu sana ham prezident tomonidan qo'shimcha dam olish kuni sifatida belgilandi. 4-yanvar esa yakshanba, hamma uchun odatdagidek dam olish kuni. Sodda qilib aytganda, yangi yilda barcha o'zbekistonliklar hamma ketma-ket 5 kun dam oladi. Bu 31-dekabr, 1, 2, 3, 4-yanvar. 5-yanvardan esa hamma yoppasiga ishga. Ushbu videoni barcha tanishlaringizga hoziroq yuborib qo'ying.